Elnuri Yeşil Organik Ulları Devlet Elçilik Ekologiyalik Rayonda terişten işlep çıkarışça yeşil organik ölçümüne, taş türünden temperaturasını pişiklangan, töven temperaturda pişiklap işlen patentleri ege, Xalqaro ISO süpet duanlıqını ötken 5 tıl xali undur. Kimyalı koşuludan xali, bulğangan havadan xali, bulğangan sudan xali, süpetsiz buğdaydan xali, ozurluğu köyüşten xali Elnuri Yeşil Organik Ulları sağlamlığınız üçündür. Tabii yemeklik, sağlamlık yemeklik. Elnuri. Her joy har vaqt ko'ngil ochadigan sirdoshlarımızın hammasi ko'znakda. Butun tordagi tanlangan televiziya teatrlari, kino, san'at programmalari, karton, ma'rif, kanallar hammasi ko'znakda. Ko'znak aptitali va ko'znak kino qutisi xushalligingizning eng yaxshi hamrohi. Az ko'rmanlar, ko'ryapsizlar 5 dan xoli yeşil organik mahsulotlar bilan iste'molchilar sog'lomlik zo'r to'kib qo'shib kelayotgan Elnuri şirketi tajidorligidagi chaqchaq sahnada programmasi. Men program riyosatchisi Javdat Rafqat. Ko'rmanlar yaxshimsizlar. Ko'ryapsizlar G'ul shaharlik madaniyat yurti bilan G'ulji tasavvur madaniyat tarqitish chekilish shirkati birlikda uyushtirgan chaqchaq sahnada programmasi. Men riyosatchi do'stinglar Arafat Ekber. Arafat ukam, unda bo'lsa bugungi programmani haqiqatan go'zal boshlab oldik. Bo'libmi bugungi mushu sahnaga kelgan az mehmonlarimiz mening bilan bir kasbdosh davrdoshlarga men aloqalarimni ko'rib yomon qo'shildim juma. Bugün ay samimiy bugün zade baş konuyan hisobatni bırakıp deyishaylik. Shundaqmi? Bu az mehmonlarni men bir tanıştırıp o'tgan bo'lsam, Olimjon og'inimiz oldu. Bu og'inimiz mushu chaqchaq sepiga biz bilan birlik kirgan bizning esil kasbdosh bo'lib chashmi chaqchaqlari yoshlarga haqiqatan yaraydigan esil chaqchaqchi og'inimiz oldu. Bu yoq bo'lsa bizningki Saud buvay Arpat Erkin ağayımız bo'libmi yumor so'zlashdiki do'rash san'ati olsun nurg'ulg'an kishilarimizningki ko'ngliga yaxshi oziqlanib olgan esil bizningki chaqchaqchimiz shundaqli san'atkorimiz chaqchaqchi ham komediya ko'p qirliqdan ko'p qirliq qirjiq qirjiqniki qirg'im yo'q ketakma bu yoq bo'lsa bizning yosh chaqchaqchimiz Xalmurat Dilmurat. Bu yoq bo'lsa hamda bizning programma ikkinchi qitim kelishi bugun shu og'illar bilan ya'ni shu yosh chaqchaqchilar bilan texmo mushuni yuqori pallaga chiqarish uchun Baxtiyor Abdullazni yana qayta bir taklif qildik. Zahmi qo'yib oldin san yozma. Shuni hozir bunda o'ylaganimda oldin qisanda bu bal batdi. Shu vaqtda shu bek oldirib ketib yumurni yerimin deb qo'yib. Program qancha kunda bir chiqdi? 3 kunda bir. Shu ashdan chiqqanda bir program chiqyapmiz, benim uşaq bo'lib chiqdi. İzlab so'rab o'zim keldi. Bizning Baxtiyor og'inimiz bo'libmi? Bu yaxshi bo'lib yumor so'zlash, shundaqli chaqchaq qilish san'ati o'ziga bir kishini to'kib qo'shib kelayotgan esil chaqchaqchimiz yosh chaqchaq. Kuchuk chiqqan. Undan keyin chaqchaqchilar orasida zanjir taqaydigandan boshqa bu. Qo'lda baqqan chaqchaqchida bu. Kelgan keldi, halqalarni yilib. Baş ko'chaqchisi ayol to'yga boramaydigan bilezi kim yo'q deb. Saatnimi kim baldir qilib shu taqaydiganlar. Sizlarning uydagiga o'xshash. Saat bilamdilar. Yaxshi og'inimiz. Yaxshi og'inimiz. Ko'kchapan. Ko'kchapan deydi, lekin o'qishchi bir chapan yo'q. O Ko'kchapan uydagilar da chapan. Buni emas. Kimga ko'katib o'tdi. Chimla qilibchi. Qo'ltiqlari undun bo'lib ketdi. Yaxshi og'inimiz. Samimiy ya. Asacha yurakdan deydi. Sen mayda jim o'tasan, budaq sanqim chiqadigan o'xshaydi. Sen qancha ichilgan to'qitding mana. Seni içildirish uchun programmani 3 qilamdi. Seni içildirish uchun tugilga o'g'it qo'yapti. Sen unning mandaqaltiligini berdim. Sen uni yemaysan, ishlasan. Sen qurg'unlikni berdim. Sana chaqchaq keyinda deb bir. Bu o'rin bilan tayyor yugurib bezib bo'lsin. Oldin chaqchaq to'xtab qolsam. Endi bizlar xabarda bo'lib ketgan. Tashkam do'ratsin. Mana joyda o'taqadam to'g'ri. Ishada o'taqadam için. Beşer saat birden bağ açmıyor. Hem kaldın sen gözünü uçardı. Cumhurda mantık yapma değil misin? Olsun o şey. Yeydi kadimini belli oldu.
Unutulub qaldı. Kaldırıp gitmedi. Ketgandan başlagan. Bir yarım saat tatmaz. İkinci takışım bu kadar. Tek tanımaydı kendimi Şevket Kemal'ın davga taşı. Taş tep tozak yanlışıyor. Belki Saçak tanımaydı ki bu. Şankona şugan. Şanko kelmeydi o. Sen bir puşkak çıktın koz. Kaya kelgan tıkada? Sizden yaxshi tanıştırib. Vay bulava qo'y zat o't bula. Bir kelib qasım ay doqmishdi bir-birini evitib ko'tirib qo'qib ketdik. Tek kamit kirmedi o. hep qo'ydiga yadamaydi. Kaymetni bu da bir ovozsiz programlarda eksik. Erkek bilan chaqchaq qildikmi? Erkekten görümüz deb. Donzor yaxşı mı? Yaxshi hayatı. Sen mi ayak mı? Ben üstünüm aktep ben sonra vatıcım. Ben nereye setçi? Sen cıvıtta Abdum Rayın'daki çakçakçı. Dağılıp bu mu? Numraydım ki bu. Evet, işte bağlı. 10 xalt unas başqa aytib turadi da. 10 kalt ondan sonra şu jugurip birdigini berdi. Ha, uxlabdim men. Uyda o'tib ketib qoldim. Chaqchaqlarimiz nihoyat yaxshi bo'ldi ya. Endi tanishtirishdan keyin bizning yana programmamizning o'zining rad tartibi bo'yicha mush chaqchaq san'atiga bizning qatnashgan shu sohaga qiziqib qolgan ham hikoyalaringlarni anglaymiz-ku. Shunday birdan bir anglab boqqanmiz hikoyalarni. Biz birdan biz Baxtiyordan başladı. Baxtiyor bir qitim deb bo'lgan. Yani dememdi ki geldi. Bunda çakçak hayat işki gitti mağalgıdek emas. Birinci gidim onu kağlar yakşı. Meniki ağlab adam yig'lab ketgan. Esing salma. Aşıkla ketgan o. Meniki Arpat bilan biz kasbdosh-ku. Hamda chaqchaqqa qiziqish qaysi yusunda bo'lib qolgan aday sen bir depagan bo'lsa. Sunda da. Qaysi tansuda? Endi aldı ölen şu ikrarlık dostlarımızga şu bizim bir şey orlaştırgan. Arpat Cavdetke hem şu bizde uyuşturgan medeniyet idaresiga rahmetimiz etimiz. Bizim hazır turvatkan bana bu orun bolsa çakçak sekdisi de var mıydı? Çaktımır bizim körvatımız nayet yakşı bu atıdı, önümü yakşı. Körleşimin nayet yakşı bu atıdı. Şu fırsatlar bizge bu şu, tüyetimiz gibi de bir şarayip şartlayın Allah'a rahmet. Şu an bizim bir boğan, da bir üzerine kızık hayat kanda boğandır. Başlap tepere hem de küçük vaktimde ben özüm amraktım. Çakçak kılıçlarıcı. Parat bacı da okumuş cilüzdük. Uçalar bizim pencimge cilüz yakın bu başka. Pencimlerdik oturuşları cilüzdük çakçakçı asas. Cilüzdükünü aparattı. Ben küçük vaktim hem de benim o 15-16 yaş vaklarım 2 yaş. Vay parat bacım sorun kepto. Sen kaya dost koğlap verip paratkan bana sorun kırıp bulundu tızılıp oturattım. Bu adam şu yumurlar sözlep çakçaklar kısa ben. Kaçamamış edemdek bola be. Ben başta yumurlar sözlep kessem. Başkalar bir çavaklan çip kessem. Bir kıldırıp kessem. Bu kargan petiymiş. Karab ketip geldi paratkan var. Paratkan o çakçığını kılıp müzikle açılı varsa bu. Ben karayken de bu ben karavatımdı. Karavatımdı da korsan ben öteye muhtemelen karanlıkta oldum ki. Çünkü ben imaj karaysa. Ben işte heves kılattım. Ütüp koyamı söz yaptım. Sen bu çakçağını ürküttüm. Ben sonra. Özellikle kızıkış olsa bu. Özellikle işip gitti dedi. Açtak. Çoğunlarla o bu işleriyle. Şu an belimizdi böyle. Ben onu doğrattım ki ben garip seyretmenin yumurlarını aşırı özümü doğrattım ki çoğuntum. Takılıp kızıkçı yakılıkken toplan oynattım başlamışlar özümçi. Oturup yapıyoruz. Şunu olan atoyu kırdık, matoyu kırdık, toyladı onun doğrap yumurlarını kahve yumurlarını dep. Ben mesela doğrap dettim de işte o işte ki kalorisi kalınarmış işte. Şu bana bir tabi kızıkçı vakit bize meldin. Amelge, naige, şeyge oplu şunu. Öyle dam gidek üye bir akare. Kalakniki kollu şilen bugünkü çakçakçı yumurtçı bulduk.
aldı bilen şu. Bizga çavak çağan xalqqa rahmatimiz etimiz. Rahmat. Sağ olun. Hozir albat degandek asosiyatda bu chaqchaqni yaxshi ko'rgan odamlarniki shu o'xshash bo'ladi ekan, qiziqish yo'limi o'xshash bo'ladi ekan. Shundami? Sanmi shu hammamiz shu yaxshi ko'rgach o'rganib qoladi ekanmiz bu ishni. Deb o'tsasak hammamizning shu o'xshashlik chiqadi ekan, boya tashkam degandek shu qiziqqashqa yaxshi ko'rgachga. Hammamizning ko'nglida shu bo'lgandiki shunda o'ylaydi ekanmiz, kuldirib, kulishib, kulib yozsak yaxshi ishga deb. Rasmiy cho'nglarnikini anglab cho'ng'ildik. Şu jarayonlarda shu tushuntirish asos jihatda o'xshab ketadi-ki, Arpatniki o'xshash meningmi? Rost shuma hamda bek sana o'xshash bek bulongda o'tirib olmaydi. Seni sattab eshak o'taman. Yaxshi ag'inam bu bek senda o'taman. Çaqchaq sahnada programmasining tunji qo'yilishi ko'zdakda. Bir qism oldi jumonning bugun. Qo'saq amroq o'g'an ekan-da. Chiqiya oldi. Voy, davamigina qo'saq amroq o'g'an kelib. Qo'saq yeganning ishi emas u. O ba'zi bir uvlatadi, ximilik tarkib bor. Sopnasdan to'lib yesek bo'ladi da. Ya balam, to'xta. Ashqani ko'rdingmi, namaqanni? Langmini mushundoq o'xshaydi. O'tganima yegan. Haydagina men bir taq. Voy dada, yana qo'saqning jidilma. Sen ko'rdingmi? 5 taldin sapsap ketayli balam. Haydagina. Bura. Vurg'ina. Sodiqon ketay dada, mana keldik mana. Keldik deb. Daryoga qapirib sug'ama endirkidan balib sachimasan. Keldik. Mana dada, bu vaqo Alnurining 5 xali mahsulotlari. Mana bu uni. Unda. Şunun tamağa pemeye gitmeyecek ben kurkunu yemem kapitip. Ben kalıma, sirma. O kızık ol sen. Vay dada, bu Alnurining 5 xali ullari. Bu ximilik bulg'unishdan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan sudan xali, uzuqliq kuyishdan xali, süpes buğdaydan xali. Mana. Mening oldigan o'zim taq moshta o'tdi. 10 qazilmasa mana. Oy. Dada, bir xalni yeb turaydi. Alnurining vaqo 5 xali mahsulotlari tugamaydi. Ha, bo'pti. Dada, mendan keleymi? Mendan gödegene var. Aş ekegene aş. Elnuri yeşil organik olları sağlamlığınız üçündür. Tabii yemeklik, sağlamlık demeklik. Elnuri. Kino, film, televizyon, tiyatr, doğuman programlar hemmimiz gözlekte. Yo'qsizlikdagi ko'rinish sizga isil tuyg'ularni taqildi. Kunda yangilayotgan ko'znak kino qutisi texmi cho'ng, texmi tez, texmi suzuk. Ko'znak aptitali va ko'znak kino qutisi siz va oilangizga xushalik qilib kelbisi. Bundan keyin hozir sharoitim kundan-kunga yaxshi bo'lib ketib bordigan mashindaq mayli program bo'lsa, hozir davlatdan bo'lsin, hukumatdan bo'lsin, partiya hukumat qaysi jihatdan bo'lsa qo'llab mana qilyotdi. Yaxshi muhit, yaxshi sharoitlarda erkin ozod ko'nglimizdagi gaplarni to'g'ri yo'l yetkazib kelsak, hammamizga yaxshiga, manfaat ishlikka o jihatlardan shunday qo'shilyapmiz. Bundan keyin mushishlarimizni texmi yaxshi bo'lishi shunda hammamizning niyati shu. Yaxshi bo'lsa deb o'ylayman meningcha bo'lsa. Texmi yaxshi bo'g'izchi bu. Hamma sharoit kundan-kunga hammamizga foydali holat ketib boradi. Meningcha bo'lsa texmi yaxshi bo'ladi. Atiga yaqinshaydash akalarimiz nurg'un gaplarni qildi. Hamda ular o'nchilik gaplarni qilgandan keyin biz ularning kendiki balla bo'lgandan keyin ancha-muncha ular deganda qilamiz-ku shu holatga yetishga tirishsak, meningcha yaxshi bo'larmikin deb. Voy, yaxshi paralel. To'g'ri. Siz keldi. Hamda bo'yi qarta bo'ladi. Asos jihatdan boshqa gap qilsak, ikra oldidiki, tomoshabinlarga shu munosabat bilan bizning mishaga mush sahna bilan ta'minlagan mana shu ishqiriyat ham shunday Elnurining qo'llashida bo'lgan. Mening tunji chiqishim sahnaga endi. Biroq endi bu chaqchaq qanday qiziqib qoldi, bizda chaqchaq hayotda bo'lmadi. Biz endi boshladik. Yani qaqirma ustoz Arpatni deb o'tdi. Ba'zi narsalar oila bilan bo'ldi ekan, shu ilhomim bo'ldi. Bizning oilada asos jihatim dadam, cho'ng dadam, kichik dadalarim qiziq. Uyda o'tirib qolsak. Endi kichikimizda tatmash chaqchaqdaylarni ko'rdik dedik. Amaliyotda bu bir narsani o'zidamning talantini, ma'lum bir narsa kelgancha u chiqimiz bakan naskanda bir o'g'atmasa. Keyin Ali Qurbon deymiz, shu ustozlar Ali Qurbonnikini ko'rib, adorab o'zimiz qiziqchilik qildik. So'ringa kirgandan keyin mana shu davrdosh, kasbdosh bolalar sen azroq olsunmi, ma'noda azroq talant bor ekan, hujayr bor ekan hal deb bizni hargiz chatga qoqmadi. To'g'rimi xato Arpat odamning hammamiz gap rost gaplarimiz mangmaydi. Bizning bu tükürvetmiz mangmaydi. Shuning bilan hamda men qag'annamosh bolalar voy dedi, qag'an ortiqchilikni o'zimiz tirmishib, xalqning qo'llashi bilan hozircha shunchalik chaqchaqsiz kichkina bo'lsin to'yimiz. Bundan keyingi planlarimiz bak cho'ng.
Hammamizning o'zimiz shu arzu armonlari bor. Chaqchiq eli chaqchiqni cho'qim moqim texim voyaga yetkazib, bundan keyingi avlodlarimizga yaxshi bo'lgan chaqchaq bir narsani tashab kelsak, men yaxshi bo'ladi deb qarayman. Bundan keyin texim tirishimiz deb qarayman. Oiladan bulab qoldi chaqchaqlar. Oiladan bo'ldi. Maaşı bir məhəlli gibi çıxıb qarabi. 40-50 so'm shu chaqlarda 5 so'm salgan chaq 50 ko'p bo'lsa qilibdi. Choy vaqtida opam yo'q, enim bilan adam o'tirdi. Opam qiynasam, ishlaring yaxshi ekan, o'tiraysiz deb chiqib ketdi. Oyda kirib qolgan. Rastya shunda bo'ladi ishlarchi. Vaqti senchi shu chaqlarda 50 qo'yim arkadaş. Cho'ng pulum var. Ko'ylab o'chaqlarda 50 so'm mo'rimiz kelib ko'tirdigan chaqlar. Mehmanni uyga mehman 50 qo'ylik qo'shilan çay köftepler tutulsan koy bir kondurup. Bencimler de yetetti. Güneşler etmetti. Bana biz çoğla davet kılıyoruz. Yutarız. Çakçık yaman. Çakçak emesmiş şu. Meğişte de karayama. Pencem, palancı diyen kılla. Ay adam özü kımamdın o çoğan. Ne kız yutarık kılıp onun. Ben dedim o güneştin de beni. Pencemde kim boğan yap o? Pencemde de güneş korduğunu sanıyorsun. Sen ayaktaki yok sen. Bugünkü çaqchaq sakini programımızdaki şu şağıyla bizden eli çaqchaqları ne mana? Bana Cavdet, Alim, Erpat, Xal, hatta kemigen neri balıba. Çaqchaqlar ravajlanışıga bir qol bir kuch qirib balaning birisi. Shunda go. Albatta bular bilan bildim mening sakinlarga so'rular kirganimdan xursandman. Bu yerda o'tlagan balalarga rahmetim bor. Samsunda bizda hoş geldingmi? Giping piyazlı burab. Ara o'tirma. Jig'litda o'tirma. Ara o'tirma sizlar qan qo'yib ketmisin deb qan piyazlı qilib. Nurining aşı ximik mas'ul emasmi? Ular asos shuni damlatmoqchida. Degine yig'lab shurmay ya. Portalda yumruq beray ya. Ananiki xal irpat mustaqil deymiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Baba Güneş'te Muhtar Panzap akamba bakasız qildigan o'z yomon semiz yo'q adam. Qazkinak tushli ber qapti men. Berishim olib tamoqqa mang'il turibdi-ki. Yerim soat qarab tursam Baxtiyorman tamoq yeb kelib oladi. Bo'ldi deb tursam bazog'imni kirib qolgan. Yezni yesil shu malbi qilgan akamizniki qoldi. Fukamem nevrler gibi. Allah bizim meyve ağaç yeteydi. Tavuz ağaç yet. Tavuz ba bizim elde. Ulan koğun. Vay koğun mu ba. Bu nevrler bala yapak mı kan? Bundak bir meyvegine. Bulu. Ay bolaran koyguna. Mango çoğunu mango muna yapak mı kan? Vay bu kandak meyve körpak mı ki mango. Vay biz aklap diyemiz bu ne? Sepegine bir kez sepedir. Küçükken buradan getdi adam. Ya ne verdin bana? Vay mango verdin bu. Nerede var? Qanday yedi bu ne? Ya oqlab yegansan, yeginim qo'y yedim. İçinden petak chiqyapti deydi qam. Hozir purog'ini berib oldim. Bu odat haq kiymagan yeymaydi. Maymun shapto zat qamsang saqalog'i ketib birdi ekan. Zaten o'zing bir niyab ko'z qo'yma. Güneşlerde mi mango bormi? Ular odatda bingoni mango deydi. Seni biz dangliq deb yursak, meyve sotadi ekan. Chaqchaqchim kelsa. Damoyiq yagas qanqiydigan qo'qinday qilib. Amiringni manglashtirib o'tim bugun. Yaxshi buning yumurlari shunda. İçine Bedeldiran almışak buram çıkardım. Bu maş gol içinde meslekçilerini değişip kalsa maçlar bergen pulga yana ozrak pul qitib kira qilib kirdik. Şu. Kırıksın, Brezilya bunlar. Ya güneşte çıkmadı yenge.
Obraz vekili. Nimniki? Özüm okumaydı. Sen işletmeydiğin ne acaba? Nemniki? Dыңызды баққан бір шағы образ vekili. Yütlep жүріп бақыды кәмәзmiş hanım. Şalarım takı çıkırmadı. Bununla Tokidar'ın tanışıvat ki izgiyiz askan sımlan iyiydi doğan. Onu bu da bişim kaydı dedim. Tamazlaq tamaq sünpəzə. Mancı qalğan. Benim sen de olsa bu taskan ben de var. Tatlısı çıkmaydı da. Diğerden aldı davazdan çataş çıkıyor. Baş yumurlu bile yana norgu uçtuklar iyi oldu çok. Ha, işke koşulduk cuma. Erpatның mı naidliği yumor sözde gap yok mu? Erpatga savut bulmaz. Biroq rol jatız ama yumor jat haqiqatan bag'i yetkizdi. Erpatdan bir yaxshi yumorlar anlaydi. Erpat bir anlaydi. Karıştırlık Erpatdan anlaymış. Sizde pencirge Erpat. İştanqa dağla iştanqa hem de ağrı. Pencirge Erpat demiz. Kalmıra seninki ço. Ben bilepesem boldu. Ben aşı Ali Qurban durap beraber. Sen çok ola quluq davet mi uçandı kostyumdagi saqlığın. Zolqıgan. Eli vaqamısın aydı. Bopta yumordan bir birazın deymiz dedik. Mau. Daktardan saqlavadı deyil. Gayri bir qiziqishlar oldu ki. 3 ağina. Bu 18 yaş vaqtida o'tirib düdücü o'ynab deydi. Kort o'ynab. So'qish qilib deydi. Bir ömür qarashmabdi-da, 30 yil qarashmabdi. 30 yildan keyin Allohga bersa, ma'lum sabablar tufayli tuya ketib, jamoat kirib qaysa? Eliqi kort o'ynab o'tirgan ishga stajyon tepida o'tirgan shaychik. Voy, nima o'tiribsizlar-ku? Kirib qo'ysanglar-da. Bo'ldi qiling, chonda siz bilmagandikin. Voy, nima bilmaydi? O'sha o'z vaqtida kortdan chiqqan jidalga 30 yil adovat saqlabsizlar, hammani angladik. Bilib ketganki kirib qo'ysa bu aqlli qoida bu. Vajim o'tirgan shu vaqtda zarsiz nima ish yo'qini bilmagandan keyin odam dahshat yerikda bera menga. Zodi shu vaqtida 30 yil adovat saqlab o'lib ketsin kirmaydak nima bo'lgan desa, shu 2-4 tushgan men chiqitdim dedi. Ya bu işlerin de preyme. Ma olim bilan asosiyatini birga chiqib boraman. Chunki bu hamda Chashma daras bayanma Javdat deb o'tib ketdi. Bunu çalışmışaksın ait yaxshi o'rinliq kelib chiqildi. Men hamda ancha-muncha yumor pomir hamda. Onu doğrab qo'ygan boshqa ishimizniki ma'alda kelib qoldi-da. To'g'ri. Ba'zi bu Chashmaga ishib ketadi. Ba'zi men yumor ishib ketma. Bir-birimiz shunday yo'l qo'yib, shunday chiroyli. Ba'zi bu mening shu piqish qiydi ba'zi rollarda. Belki aklımız degan qo'yib bizda azroq bakavay deb kulib azroq bo'lamiz, lekin shunday o'smaydi. Yana sonra qilsin deymiz. Andığını ko'tarmak bektas. Shunday qilib bu ishimiz uzilmay u yoqqa bu yoq bordik. Men yaqin so'roq bordik bir mesajga. Mesajga oldu. Bir muzikalar chilindi, yumordan başladık çak. Evci çıkıp lapa işkimiz resmi kirişip ballar çank çıkartma sorun diye. Vay çok kovasakla. Oturdum bir skopla. Vallahi kaptı bilgi gerekirdi. Ben ağzımın feyzuvati vallahi. Kadeh. Bunu desene şu tulana uğradık. Buldu. Koptu ya. Ras peyzvaka başta mesleği onu çok orada püreydim. Turuşu usulçe bulsun. Ha dora. Arabne yaktas doğru var. Vallahi diyor. Teklif kakın diye onu kaçta kısık ya. Maşallah tüyem gidesek. Mesleği hem de rapid play. Başladı bu. Onu koyma pul. Pul. Ha. Yollar. Böyle de beni elim çıkıyor bu mankar. Kalk çiçekletim çıkıyor. Beni yayıtamda bu dedim. Maşallah toktap kaladıysa çapanı valla belki çıkıp. Benim iş kılabı. Sonra ben insan düştüm ben.
Oynavatım. Ağlar. Ve çabuk şey. Bırakın toxtadım. Hem müskülümcimiz var. Bir yana ballarımı kısık ya. Bırakın alamışım. Çoğuna kendiymiş kuşu dolu. İyi kopaydı. Canı sıkıp geçiyorum. Çıkıyor tuttu yok. Yani bize de oyun koydu. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz to'xtab qolsa bo'ladi-da. Bizning Arpat yaxshi o'tdimiz qo'y, mana hammamiz yaxshi o'tadi. Dadisining qalbida bu hozirgacha onasining batgan bolada nada Bunun mubimiz bola so'zi bilan tang olay deb qoldi. Shu bag'inimizning uyiga bordik, mashina bilan birga tamoq yotdik. Dadisi oyoq 80 yillik cho'nglardi bir divanlik bo'lib qoldi ekan, ko'pincha bo'ladi ekan. Televizorga qarab o'tirdi ekan, ko'rashganini bilmaydi ekan odam. Mayda qo'llarni görüşemiyor tamaq yiyatımızda adam aç televizorga maşında qaraqlıq oturdu. Anğıç mana dadısından telefon kelip. Ne desen degende ben bir şey ettim. Qanda balaya sen yazda geldi oylanı juştumamdı. Qaçan yezen çıketdim. Haqның uydu qonavur hem sen. Kim bilen göresen bizning uydu qonab chiqyaptilar. Qanda gap bu. Endi men gap qilay deb telefonni besitib ana dadısına qarab dada degan manda dedi. Anadolu cimcit. G'o'lji shaharlik madaniyat o'ti bilan G'o'lji tasavvur madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Chaqchaq sahna programmasining bu soni mushada oxirlashdi. Kelarki son ko'rishaylik. Al-Nuri yeşil organik ulları devlet derecelik ekologik rayonda terişten işlep çıkarışkice yeşil organik ölçümüge taş türmen temperaturasında pişiklangan, töven temperaturda pişiklap işlep patentiga ega, xalqaro ISO süpet duanlıqdan ötken 5 tın xali undur. Kimyalı qo'shinidan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpetsiz buğdaydan xali, ozuqlığı köyüşdən xali Al-Nuri yeşil organik ulları sağlamlığınız üçündür. Tabii yemeklik, sağlamlık demeklik. Al-Nuri.